Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish, aholi roziligiga erishish va jamiyatda ochiqlikni ta'minlash maqsadida joriy yilning 3-dekabr kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Sadoqat bog'i ma'naviyat markazida jazoni ijro etish tizimiga oid masalalar bo'yicha keng qamrovli sayyor qabul tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi 17-boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi hamda jazoni ijro etish departamenti rahbariyati ishtirok etib, fuqarolarning murojaatlarini shaxsan tingladi. Tadbir davomida jami 120 nafar fuqaro tashrif buyurdi. Ulardan 85 nafari jazoni ijro etish departamenti rahbariyatiga o'z murojaatlarini taqdim etdi. Murojaatlar mazmun jihatdan turlicha bo'lib, asosan mahkumlarni yashash manziliga yaqin muassasalarga o'tkazish, jazoni yengilrog'iga almashtirish, ularning sog'ligiga doir muammolar va af etish kabi masalalarni qamrab oldi. Eng muhimi, murojaatlarning 30% tezkor tarzda joyida hal etildi. Fuqarolar o'zlarini qiynayotgan masalalar bo'yicha aniq huquqiy asoslangan javob oldilar. Qolgan 70% murojaat esa kompleks o'rganish va sohaviy idoralar bilan hamkorlikda choralar ko'rilishini talab etishi tufayli nazoratga olindi. Ularni hal etish bo'yicha mas'ul rahbarlarga aniq vazifalar yuklatildi. Sayyor qabul davomida murojaat qilib kelgan fuqarolarni suhbatga tortdik. Ular o'z fikrlarida sayyor qabulning ahamiyati, ochiq muloqot muhiti va rahbarlarning faol ishtirokini yuqori baholadilar. Qirg'iziston fuqarosiman. Men kecha soat 4larda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu sayyor qabul qilinayotganini eshitib qoldim. Ichki ishlar vazirligi tomonidan eshitib turib, o'zim o'qib ko'rib, tezlik bilan harakat qilib, soat 7da o'sha tamojna yopilishiga o'tdim. O'tib, bugun ertalab mana qiynalib o'zi ham yetib keldim. Meni masalamni ijobiy hal qilib berishdi. Prezidentga ham, Ichki ishlar vazirliklariga ham, hammalariga katta rahmat aytaman. Bundaqangi davlatimizga, prezidentimizga ming marta rahmat. Shunday sharoitlarga yaratib berganiga. Shunday xursand bo'lib ketdim. Endi o'g'limni 11-kolonnani boshlig'i bilan gaplashdi. Jo'natamiz dedi. Ular va'da berishdi. Jo'natamiz nimaga? Ohangaronga deb shunday aytdi. Rosa xursand bo'lib ketdim bolam. Hammalaringga rahmat. Ilohim tinch bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga tarbiya berayotgan uchun rahbariyatga ming marta rahmat. Hammalaringni qo'llab-quvvatlab yaxshi yo'llarga boshlayotgani, shu rahbarlarning gapidan hech qachon chiqmanglar. Shu qabulga kelganimiz murojaatlarimiz ijobiy hal bo'lyapti. 3 kun avval ham o'sha Jar sport kompleksida yangi vazirimiz Toshpo'lat Fazanvarovich qabullarida bo'ldik. O'zim murojaatchi sifatida o'zimning masalaalarim yechilyapti va shuningdek men o'sha yerda navbatda turganimda boshqa murojaatchilarning ham masalalarini tinglamoqdaman va bu ularning ham masalalari ijobiy yechilayotganini guvohi bo'lmoqdamiz. Xursandman, juda ham xursandman, hayajonim to'g'risi bosolmayapman. Prezidentimizga, ichki ishlarga, hamma xodimlarga rahmat deyman. Perevod qilishim, bittada hal qilib berishdi kirishim bilan. Juda ham rahmat deyman, sizlarga ham rahmat, hammaga shu xodimlarning hammasiga rahmat. Bunchalik bitadi deb o'ylamadim. Ushbu sayyor qabulda inson manfaatlari ustuvor bo'lib, fuqarolarning muammolari va dard-u tashvishlarini bevosita eshitishga qaratilgan muhim amaliy qadam bo'ldi.